Bitta elyapti. Akmal. Qaysi hudud? Saroydami? Qoramolga kafil borib. Qilyaptimi? Masala yo'qmi? Sizdachi? Siz kafil. Muammo bo'lmayapti bundan keyin. Mahallada qarindosh urug' tanish bilishlari ichidan haligi bankda hisob raqam ochib, haligi yuridik korxona maqomini olib ishlab turganlar yo'qmi? Bo'lsa, bizda imtiyozli kreditlar bor-da. Qilib beramiz. Bunaqa yo'qmi tanishlar ichida? Bo'lganda yaxshi bo'lardi. Avrat qilgan bo'lsa, ishlab turgan, faoliyat ko'rsatib turgan bo'lsa, rosa imtiyozli kreditlar. Faqat endi talab ishi yaratib bersa bo'ldi. Bundan oldin boshqa vaqtida bu firma